İpar Aşpaz Geldi programımızın tacidarlıqını yemekli qurutçu sohasidagi ko'zga ko'ringan o'rin Aqsu İpar yemekli qurutçu zavodi ustiga oldi. İpar Aşpaz Geldi programmasini a'lo sifati va ishonchiligi bilan iste'molchilarning olqishiga erishgan qadimiy chinamoylari alohida qo'lladi. Aşpaz Geldi programmamizni qizil bug'i vitaminli quvvat ichimligi va huzur tuyg'usi atgan chayni bozorga solgan Urumchi hayot sochchaklik shirkati alohida qo'lladi. Oshpazlik nozik bir hunar. Buningmi maxsus baholashlar bor. Aqtustam etgan. Hamma oshpaz tomoqining tam tartishiga tetish orzu qiladi. Aqtustamdan. Bu aqtustam. Hammasini oqib etgan tomoqyong'u. Oqib sharaf topdi. Boshqa ustamlarning 5 qatdi. Aqtustam etsin. Oqib texmi aldirash bo'lib ketdi. O'xshash hunar, o'xshamagan tam. Sir oshkora bo'ldi. Asli ishbor etib bo'lsa bakan emas. Hamma oshpazning hardiqi chiqdi. Bugun hammasini bak o'xshab. Hammasinin tomoq tetidi. Chunki hammasi ishbor ishlatishni bilib oldi. Ishbor tetit bo'lsa-da hamma tomoqingiz tetidi. O'zgarmas tam ishbor tetit qo'llari. Bu tomoqlar bak o'xshabdi. Qanday etgandi? Rost bak o'xshabdi. Taomlarni bak lazzatli bilan o'xshatgan. Madaniyachilar bak yaxshi bo'lmay. Bo'lmay bilan taomlar lazzatga to'lmay. Qadimiy Chino yurishlik moylari. Arg'inlik va ruhsizlik his qilgan chig'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. 大家好，欢迎收看一帕独家冠名的打出来了节目，我是主持人 Gülgin Atırsın. Dostlar yaxshimizlar ko'rib atqaninglar İpar taom tetitqolari xas tajidarligini ustiga olgan Oshpaz Keldi programmasi men riyosatchi do'stinglar Gülgin Atırsın. Programmamizni qadimiy chino yog'lari alohida qo'lgan, shundaqli yana qizil bug'a vitaminli quvvat ichimligi ham huzur to'ygi suti atgan chayni bozorga solgan Urumchi hayot sochchaklik shirkati alohida qo'lgan. Shundaqli yana jon suyar meva ko'ktat yuyish tuzumi programmamizni alohida talab qilgan. Mushu munosabatda bu o'rinlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Bugun etishni o'rganmoqchi bo'lganimiz alohida suyqash, ya'ni tashna alohida suyqishi. Xo'shanda bugungi programmamizga qadam tashrif qilgan bizningki ustamni taklif qilib olgan bo'lsa, u bo'lsa-mu tashna taomlari oshxonasininki suyqash bosh ustami Salima xonim qarshi olamiz. Xo'shanda bugun mushu tashna suyqishininki maxfiy risklarini bilib olgach, uyda o'ltiribmi tashna suyqishini ichalaydigan holatda bugun musiqasini etishni o'rgatamiz. Kerakli materiallarni bir tanishtirib o'tamiz. Ustaqalliq go'sht, qo'y go'shti. Shunami? Qo'y go'shti. Bu odamlar qo'rib tayyorlab olgan tashna suyqishimizning saylari, bundan boshqa purchaq, no'g'ut, ko'k laza, qizil laza, purchaq qo'yisi, palak, samsog'i. Unda dastlabki bosqichda Aldım ben şorpumuzu tayyorlab olaylik. Endi hozir oilalarda asosan suv tozash uskunalari bor. Shuni suyini qo'ysak bo'ldi. Bugun ishlatganimiz bizningki shu EI markasidagi suv saplashtirish uskunasida saplangan, tozlangan suv. Bugun suyqashga o'xshab ketdi. Rostla. Bugun suyqash o'xshagan. Undaqda go'shtni hamda sho'rpisi chiqquncha biz boshqa bosqichdan qilib turamiz, boshqa narsa qilyapmiz. Sho'rp qaynab tayyor bo'lguncha biz masayni qo'rib olamiz. Salimada bugun programmaning ehtiyojiga asosan buni tayyor qilib keldik. Shuna bu bayotdan hamda maxfiy resept deb tunishtirdim, lekin biz ko'rurmanlarga o'rgatadigan, oil deydigan bo'lg'achqa hamda cho'qim bu maxfiy reseptninki oshkorlaysiz. Oshkorlamasangiz bo'lmaydi debchi. Undaqdan buni oldin ola tayyorlab olgan ekansizlar. Buningga qanday qurishlar ketadi? Buni qanday tayyorlaymiz? Buning qo'y go'shti, yangyo, langxabi, dujura. Shu narsalar bilan sal mayliqroq holatda qo'rib tayyorlab oldik. Demak, bu lag'maning seni qo'rganda qo'rib olamiz, shundami? Undaq bek pishirmaymiz, sal xamroq holatda. Unga buni chaniga lozim soldikmi qizartirish uchun? Qizartirish uchun chaniga lozim. Salimada hamda buni shu tamoqqa loyiq qo'rib olamdik yoki buni ko'paroq qo'rib olib yoki to'ngiltib qo'yib, sovuq saqlaydigan o'rin qo'yib keyingi vaqtlarda ishlasakmi bo'lamdi? Bo'ldi, hozir hammamizning turmush ritmi shunday tez aldirash. Sal jiqroq qo'rib olib vaqtingiz bor vaqt qo'yib o'zingizning ehtiyojiga qarab ishlasangiz bo'ladi. Lekin biz odatda do'konda kundalik qo'raymiz. Kundalik qo'raysiz. Shung ta'mi shundoq yaxshi chiqibdi, olayda. Demak, tashna suyqashlarning ikkinchi maxfiy resepti bilindi. Endi siz mushu kasbni qilayotgan qanchalik bo'ldi ya deb, balkim tashna suyqishini ishgan shu ko'rurmanlarniki mush suyqashni atgan izchil mush suyqashga ajr so'ndirgan bosh ustamning mushu hikoyalariga qiziqdi deb o'ylayman. Mush kasbni qilayotgan qanchalik bo'ldi? 2015 7-oyning 20-si deyman. Biz 2 doktorxonadan keyin ochgan tashna 2 tarmoq do'konni.
Onun birinci tarmoq do'konga berib 2 oyda o'rgandim. Suiqash etishni o'rganib, undan keyin qaytib kelib oyat ochdik. Bu kasb bilan shug'ullanayotgan 6 yil. Hozir bilsam shu tashna taomlari oshxonasiniki bosh nazoratchisi edimda sizni. Ya, Amal uddalaman. usti. Amal usti. Demak, hozir siz shu suiqashlarninki ta'mi, shu itish jarayoniga nazoratchilik qilasiz, boshqarish xizmatini qilasiz shu nomini. Demak, endi o'zingiz har bir qitim o'zingiz aytgan suiqashni ichgan chog'da qandaroq bir hissiyatda bo'lsa sizda? Men o'zim tomoq yetishni bek yaxshi ko'raman. Burunlar. Bu yerimiz o'xshaydi ekan shikaylarniki. Tomoq yetishni o'tkazgan programmani yaxshi ko'rib ko'radim. Uyda o'zim qilib boqatdim shular aytishib. Endi bugun mana biz Oshpaz keldi programmasi orqali ko'rmanlarga tomoq yetishni o'rgatyapsiz. Demak, endi necha vaqtning yog'izi siz shu programmalar orqali bundan ilgarigi tomoq yetishni o'rgatilgan programmalar orqali o'rgangan bo'lsangiz, endi bugun mishada ustam salohiyati bilan mana keng ko'rmanlarga nayti isil tamlik bo'lgan, yeyish bo'lgan bir tomoqni yetishni o'rgatyapsiz. Salimada endi sho'rpimni qaynay deb qopti shunaqo. Tayyor bo'lay debdi. Undaqda ham hozir yana tayyor qilib oldigan qurishlar bormi? Sho'rpimiz tayyor bo'lib qoldi. Men say to'g'rayam, siz o'rganib oling, ha? Bo'ldi, say to'g'rashligini olay bu. Tashna suiqashdan 3-chi retsepti demansiz. Qizil lozim to'g'rab olaylik. Buni bizning sizmi ko'rgansiz, sayin ushshaq holatda to'g'ragan, ha. Shuning lazımmi? Ushshaq to'g'raymiz. Salimadan shu qo'rg'onning ichiga loz solmaymiz shunaqo. Uningga loz qiyam solamiz. Loz qiyam solamiz, manda yo'llar solmaymiz. Yo'llar solmaymiz. Yo'llar solsangiz-chi saqlig'im bo'lmaydi sayni. Siz suiqash etsangiz odatda Ushtaq lozlarni salamsiz solmamsiz. Solmayman-ku men odatda. Misoldigan nimlarimdan purchoq baka, undan keyin dufunim biza shu tashna suiqishini ichib o'rganib olganda. Dufu selishni. Undan keyin oshko'ki baka, go'sht, shu yong'yu baka. Undan boshqa ba'zida chamg'urlarni isib qo'yman, sabzi chamg'urlarni. Qo'rma etgan suiqash chamg'ur solsangiz shunaqa yaxshi bo'ladi. Odatda laza, qizil laza, ko'k lazinja ishlatmayman ekan. Lekin buning o'ziga xos bir alayidagi ta'm kirgizish alayidagi bor shunaqa. Shunaqa. Uning taxil ochiq suv quyib tamlandiramiz. Hozir tashna suiqashxonasi asosan shu Urumchida ichildi shunaqa tarmoq do'konlari, tarmoq oshxonalari. Undan boshqa Shinjongning boshqa o'rinlarida ichildimi yo ichilmadimi? Ichildi. Turpanda bor, Aqsuda bor, Ko'rlida bor. Qashqarda hozir bezilyotdi. Bu tamoqlar bek o'xshabdi. Qanday aytgandi? Rasbek o'xshabdi. Taomlarni bek lezzetli bilan o'xshatgan. Madaniy chinon, bek yaxshi bo'lmay. Bo'lmay bilan taomlar lezzetga to'lmay. Qadimiy Chino yurishlik mayları. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, yiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Ata-ona keldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'ygi suti atgan chayi yedingdan onamning mehrli yedini topaman. Huzur to'ygi suti atgan chayi. Arg'inlik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. Salimada sho'rpim qaynab pishib qolaydi deyman. O't salishdi ko'p ketdimi ukam-a? Men diqqat qilmay o'tni ishti qilibman. Amaliyotda bunda ishti qaynasa bo'lmamda. Sho'rpin asti o'tda uzun qaynatsangiz sho'rpingiz suzuk. Suiqishingizning rangi shunaq yaxshi, chiroyli chiqadi dangab. Sho'rp qaynatganda odatda bu nuqtaga men bekerak diqqat qilib ketmayman-ku. Shu o'tni ishtigira qilib sen cho'ngaroq o'tni qaynatmayman-ku. Bu tashna suiqishining 4-chi maxfiy tashkillandi. Endi sho'rpim pishib, sho'rpimiz tayyor bo'lib qopti. Sayni silib. Sayni bevos sayni solamiz. Hozir biz qanchalik miqdorda solamiz? Bugun tayyorlagan suiqishimiz 5 kishilik. 5 kishilik suiqash. Demak, shu saynimi o'zimizning ehtiyojiga asosan, odam soniga asosan sasak bo'lib kelishdan bekchi xo'p kelsin bo'lmaydi. Ozroq xo'p qolsin bo'lmaydi. Endi buni bir tarafdan qaynatgach, bir tarafdan cho'pimizni tayyor qilib, xamirimizni tayyor qilib. Buningga ishlatadigan ximir yoki bu jizi alaydi jizmi yoki odatdagi? Yo'q, odatda
Öyde lagman etimiz o. Aş lagmanın xamirdek cheese boz bo'ldi. Ha, shuni ishlatgan cheese ishlasak bo'ldi. Aştaq şu holat xamir yoğurup, qisqa cheese qilib, qilsak bo'ldi. Boya Salimada bir gap dedingiz, shu bugun suyuqishimizga ishlatgan suvlar butunlay shu yey ahli iqtidorli suv saqlashtirish uskunasidan suvlari tomoqimiz bek o'xshab ketgan bo'ldi deb. Xamir yug'urish jarayonida mis qildingiz buni ya. Cho'qim suvda yug'uraydi dedik. Chunki hamda boya deganimizdek oylardan suv saqlashtirish, suv tozalash uskunalari umumlashib ketdi. Demak, hammasi o'zimizning salomatlik uchun. Mana bugungi mayli suyuqashning qaynatgan sho'rpisi bo'lsin, xamir yug'urishda ishlatgan suyimiz bo'lsin, bizmi o'xshashlar yey suv tozalash uskunasida tozalangan suvni tayyorladik. Hemen tayyor qilib oldik. Hem çöp taşlayalım. Çöp taşlayalamsız ya. Çöp taşlayalayman, lekin sizlarninki odatda men ham uyda tashlaganda bekilqi o'lchamlarga diqqat qilib ketmayman. Qarasam, mayli lozi, qizil lozi, ko'k lozini to'g'rashda bo'lsin, dufun to'g'rashda bo'lsin, shunda bir xilcha sayko'ktatning cho'ng kichikligi bir xil. Çöp taşlaştım sizlarning alayda bek ölçümler bormi? Ölçümümüz var. Bizning Seylan abay dedim o uşaq alat to'g'raymiz deb. Çöpni mu? Seylan cho'ng kichikligi, nefis qililigiga diqqat qilgan asosda kichik tashlaymiz. Kichik tashlaymiz. Ha, bu çöpninki rost bek kerak inchki bo'ldi-ki. Oyilda men sen to'maraq tashlayman-ki. Chunki o'zimiz ichadigan bo'lganligidan. Xaridorlarni rozi qilish uchun biz bek tirishimiz. Doğru buladığında. Küçük taşlan ha. En çocuksuzluğum. Mana stop ketdim. Hem taşlaq beribman. Suyuqashninki cho'ng kichik xamirga qaraydigan bo'ldimda. Ilgari men diqqat qilmabdi ekanman-da. Chunki ichidagi xurishi ta'miga diqqat qilib, xamirninki mendaq cho'ng kichiklik nimasiga diqqat qilmabdi ekanman. Ani biz qilalikqa. Bundan keyin cho'qim qarab diqqat qilib baqaman. Kerim qaldingizmi? Gulgina qiz. Siz boshdan tursangiz. Meni yo'g'on tashlang degan bo'lsangiz, cho'qim sizdan eshib ketatdim. Bugün uyga mehmondur ata va ona. Tomoqlarim o'xshaydi bulg'ashaqdan. Lezzet birer şahtam, lezzet birer şahtam. İşenç vardır her uyda bulg'ashaqdan. Lezzet birer şahtam, lezzet birer şahtam. Uyimizde şad bayram bulg'ashaqdan. Şah taam. Xo'jayin, tam tanishadigan ustam yo'q, sakız bek ko'p qanday qilamiz? Nemancha jiddiyliksan? Ustam bo'lmasa, mana men bog'o. Ansirma, zakasini to'xtatma. Oshpaz ustamli bo'ladi ekan, ansirash behojat. Mehmonlar, ta'mi qandaqroq bo'pti? Ustam almashgan o'xshamamdi. Ta'mi burunqidan yaxshi bo'pti. Bu ta'mi bizga bek yoqdi. Oshpaz ustam tetit qo'ldiri. Ha, mana xamirni tashlab bo'ldik. Tashlab bo'ldik. Endi bunu saldan xurishlarimizni selib, tuzini tetib, azaq bo'ldi shundan. Saydimi noqut purchaq saydimi bor lekin Buni pishirib tayyor qilib olgan. Pishirib tayyor qilgan noqut purchaq. Dufunun eng oxirida solamiz. Bir qayintiblam azaq bo'ldi. Salimada buningga ochiq suv quydiqmi boyatdi? Ajab, qaysi vaqtlarda quyib oldingiz? Siz ko'rqamsiz debchi? Shundaymi boyatdim, to'g'rab tayyor qilib olgan qizil laza, ko'k laza, samsaq shunaqo buningga ochiq suv quydik. Buni tamamlantirib oldik. Qo'rg'on suyuqashdan ochiq suv quyib ichimizga bizning bundaq tanishsangiz ochiq suv quyishning o'rni yo'q. Bevositalar. Bevosita ichsangiz ta'mi shunaq yaxshi chiqadi. Tuzini tetib bo'lib eng oxir ustida vaqtda. Buni cho'nam uyida mushundaq bizga laza sir lag'manlarni yegan chog'da mushundaq bir tamti tutqusini tanishab berdigan. Qizil laza, ko'k laza, samsaqni ushoq chanab uni o'tgan uningga mushta ochiq suvni quyib tamlantirib. Buni yana bir ko'rib oldingizda. Buni yana bir qatam asl tashladim. 5-maxfiyat oshkorlandi. Bayağımı tutuq, hem suyuqash desam nurg'un odamning kallasiga ya qo'rib etilgan suyuqash yoki qo'rilmay etilgan suyuqash deb keldi shunaqo. Meningki oilada ko'proq etilgan suyuqash qo'rib etilgan suyuqash o'zim omroq. Lekin etish usuli qattiq o'xshamaydi ekan-chi. Bugun mana tashnaniki ko'rib, haqiqatan bir yangicha usullarni o'rganib oldim. Balkim ko'rurmanlarmi? Boya deganimizga suyuqash deb sal qarab qolgan to'q, lekin
Bugün etilgan suyuqishimiz alohida teshnaniki alohida suyuqishi bo'ldi. Bunga yana bo'say solamiz, shunami? Tuzini tetib oldik. Tamlarini tangshab oldik. Eng oxirida Bo'say solamiz. bo'sayni silib. Demak, tomoqdagi rangarang chiqishi uchun, yeshil chiqishi uchun, ha? Elashtirib, o'tni o'chirib, istakli bo'ldi. Oshko'kini chinaga usib bo'lgan ekan. Ba'zida yaxshi ko'radiganlar o'zining ehtiyojiga asosan qattiq qilsa pis bo'ldi. Qarab bu suyuqashning hozir chiroyi qarab bu shundoq bir og'zlaringiz seriq sular kelib ketdi. O'z qo'lingiz bilan bir usib beramiz sizlarga. Tashnada o'tirib pishganda kichaydi. Men odat suyuqashni suyuqroq ichishni yaxshi ko'raman. Bo'lsa suyuq usib beray. Suyuqroq, cho'pini ozroq qilib, go'shini qaraq qilib. Cho'pini ozroq, go'shini qaraqda. Albatta, shundoq o'xshagan tomoqlarning nazifa qachilarga ussak, texim chiroyli ko'rgan bo'ldi-da. Gulgina qiz tetib beqing. Rahmat. Odatda men oshko'kni solib, amroq oshko'k silib olay, ya o'zi. Men yaxshi ko'raman oshko'kni. Qanaqa bo'lib sizga tetdimi? Rost tetdi. Tashnanikidan pek o'xshadimi-da? Ikkimiz birlikda etgan tursak. To'g'ri. Qadrli ko'rurman do'stlar, mana Salima hadimizning qo'li bilan tayyorlangan tashna alohida suyuqishimi, nihoyatda ta'mlik, mezlik o'xshab bitib chiqdi. Balkim ko'rurmanlarmi? Suyuqash etishninki yana bir xil alohida usullarini, shundoq yana tashna suyuqashlarining alohida maxfiyatlarini bilib oldinglar deyman. Programmamizdan mana shundoq esil mazmunlar har hafta huzuringlarda bo'ladi. Programmamizning bosh tajdorligini Ipar taom tetitqolari o'z ichiga olgan, programmamizning qadimiy chinoy yog'lari alohida qo'llagan. Shuning bilan birga yana qizil bug'a vitaminli quvvat ichimligi ham huzur to'gi suti sap atgan chayni bozorga solgan Urumchi hayot so'lchaklik shirkatimi alohida qo'llagan. Shuning bilan birga yana jon suyar meva ko'ktat yuvish tuzimi alohida talab qilgan. Mushu munosabatlarda bu o'rinlarga yana bir qitim alohida rahmatimizni bildiramiz. Salimada bugun bizga nayti mazlik bo'lgan, nayti o'xshagan bir ardoq ishni taqdim etdingiz. Shunday so'q qildingiz. Endi mening sizga birlikda tashnamo. Mening sizga ozroq ko'ngil so'g'an bor. U bo'lsa-mu, mush bolalarmi, cho'nglarmi, shaxsan o'zimmi bek yoqtirib yeydigan muh har xil tamdagi ochiq-chuchuk to'foqiqi. Sizga mushu muhninki to'foqiqini so'qsaq, oilangizga olib pallar bilan yegan bo'lsangiz. Rahmat. Onundan boshqa mushu yoz kunlari programma suratga ilish jarayonida bek isib ketdimiz, ba'zi usabmi ketdimiz. Usuzligingizni qondiradigan hayot so'lchaklik shirkati bozorga solgan qizil bug'a vitaminli ichimlikni naq maydonda ichib o'taylik-a. Naq maydon. Bugun aktish ruxsat yo'q-da. Bo'ldi, aktish ruxsat yo'qmish, naq maydonda ish ko'rsatdimiz. Saylayib men chiqdimi qarab boqaylik-a. Voy, Nima chiqdi? Bir qita so'qlamsiz, yana bir qapmidi. Yeshik so'qlaymi deb. Qadrli ko'rurman do'stlar, Oshpaz keldi programmamizning bu sonliq o'rlashtirilgan sarxil mazmunlar mushayada oxirlashdi. Endi nazaringlar programmamizning boshqa saytlarida bo'lsin. Sog'lom oziqlanishimiz uchun yemaklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemaklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Şinjan Sabila Kasbiy taraqqiyotchilik shirkati Ziya Zaytun yig'i oldin tanlashingiz bo'lsin. O'riqlay desangiz, Ömür cho'lpini tantiman kollagenlik aqsil oziqlik talqinini iste'mol qiling. Figura o'riqlatish yurishliklari badan go'zalligingizga asos solg'usi. Muhmuh markalik ochiq chuchuk to'foqiqi va kabob tamlik to'foqiqi sizga esil tam ata qiladi. Cho'nglarga vafodorlik yetkazishdagi yaxshi tanlashingiz Milanda sap alqat sharbati. Şinjan Bardaş Soda Çeklik şirketining Xinhua Janubiy yo'liga joylashgan Erdil yemeklik xurishlar do'koni a'lo mulozimati va sifatli mahsulotlar bilan har millat xalqining yemeklik xurishlariga bo'lgan talabini bejandillik bilan qondirib kelmoqda. Yemeklikka ishlatadigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, moy, tetitqo va har xil yemeklik xurishlarining turlari to'liq bo'lib qolmay, tort pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatadigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarni to'ptiliq. Yemeklik xurishları setib olishdagi oldin tanlashingiz Erdil yemeklik xurishları do'koni. Erdil. Ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Men Dilnafs pishiriqxonasining mas'uli ham bosh ustisi Nafisa bo'lman.
Bugün köpçülükü ügetmekçi boğan taqlıq türümümüzün ismi bolsa meyve türümü bulup, bununğa ketadigan materiallar intayin addi, ailərdimi itib biş, intayin qolaylıq boğan boğaşqa bugün sizlərə bunu huzurunuzda sunmaqçı. Əmdi bunun xuruşlarına kelsək, adətdə həmimizə tunuşluq boğan tuxum türümününki ximiri, anandan keyin bunun bezəklərə ketadigan materiallar bolsa, qaymaq 300 gram bolsa buldu. Anandan keyin həmimiz özümüz yaxşı görüdügan meyvelərdən bölcürgən çenzi andın şokolad, andın ləmmeylərdən ketidi. Bununğa yana özümüzü maslaşdırıb, məşu meyvelərninki qiyamlardan bölcürgən qiyamı çenzican, yəni peçenlərninki uqi, şokolad qiyamları, andın ləmmeycanlardan qoşsaq buldu. Onun üstüge yana ketidigan bezəklərdən bolsa, yalpuzdan azraq qoşub qoysaq, andın şeker unudan azraq tayyorlasaq buldu. Unda olsa məşğulatına başlayılı. Aldı bilan biz bu tuxum türümünün xemirini bununğa Duxovkada pişirib almamız. Duxovkani aldın ala 200 gradusda, yəni ailərdəki duxovkalar bolsa 180 gradusda qızdırıb elib, bunu özümüz xalqan şəkildə aralığını kənarə qoyub pişirib alsaq buldu. Bu yəni bizning adətdə dükandakı duxovkalarda bolsa 15 minut pişirdi. Ailənizdəki duxovkaniki otunun əhvalıga qarab 13 minut ətrafında pişirsiniz buldu. Əmdidən tarımız pişiqçi arılıqda biz qaymağımızı tayyor qildik. Qaymaqqa biz ərdil qaymağıdan işlətdik. Bu qaymaqdan 300 gram qaymaqni özümüz ailələrdə, kiçik dadencilərdə köptürsək buldu, yoki çoğ dadenci qolaylıq bolsa, dadenciga qoyub köptürüb alsaq buldu. Qaymaqni avval ast sürətdə 1 minut çögülətgəndən keyin, ondan tez sürətdə 3 minut ətrafında köptəsək buldu. Əmdi qaymağımızı tayyor etdik. Qaymaqni əmdi özümüz gül sıqıdan xaltalarımızga tayyor qılsaq buldu. Əmdi qaymağımızı tayyor qıldıq. Təntarımız pişib qapdı. Əmdi bunu bezəşkə başlayırıq. Aldı bilan biz bununğa özümüz yaxtırdığan meyve qiyamlarını astığa azraq qoşub etsək, qaymaqni təmin etdiyimiz yeyişlik qığıl buldu. Əmdi bunun üstüge qaymaq sıqı alımız. Bu qaymaqqa nağada tatlıqını bəkrək yaxtırdığan tamaşalarımız bolsa, onunla eris yoki şeker aralashtirib, köpüp bolğandan keyin aralashtirib alsaq buldu. Bunun qaymaqni sıqqanda bunar şəkilli qıvasaq, bunun meyvemiz texidimi çiraylıq çıxıdı. Nağada təmin texidimi yeşlik bolsun desək, qaymaqqımı özümüz yaxtırdığan meyve qiyamlarını aralashtirib etsək, rənglik çıxıdı, həm təmin texidimi meyveninki təmin bilən özgəcə çıxıdı. Əmdi bunu bizgə vaxtımızda özümüz yaxtırğan şəkildə hər xil meyvələrini hər xil şəkildə pasun çıxırıb tuzlasaq buldu. Bölcürgənini texidimi çiraylıq buluş üçün bunu şekerinizin azraq üstə çeçib qoysaq buldu. Bu şekerini tanlığanda adətdə biz xuruşlar materiallar işlədilən şekerini emas, nəmləşdən saxlanılğan şekerini qısaq o texidimi çiraylıq uzunğa bərdaşlıq verələydi. Bununla özümüz yaxtırdığan kemplərdən, rəngli kemplərdən yoki olmasa, yalpuzdan şəkil çıxırıb qoysaq texidimi çiraylıq buldu. Çenzini qoyğan vaxtımızda hər xil özümüzünki ehtiyacına asasən yaxşı gördüyünlər bolsa cəqara qısanlar yoki özünə ehtiyacına asasən çiraylıq qılıb tanışasanlar, bezib alsanlar buldu. Əmdi şokoladlarını kəsək, bununla özümüz yaxtırğan hər xil peçenlərini yoki şokoladlarını bunun üstüge qoyub alsaq buldu. Bunun üstüge yenə özümüz yaxşı gördüyün peçenlərinin uğunu bunun üstüge bezəb qoysaq, texidimi çiraylıq buldu. Unda olsa, bu tatlıq türümümüzü tayyor oldu. Bunu ailədə sınab baxsanlar buldu. Bunun intayin xuruşlarmı, intayin addi, intayin az xuruşlar getidi. Həm özümüzün yaxtırışıq asasən hər xil şəkildə bezib alsaq buldu. Uyumuzga mehmon kelgan vaqtda yoki itoyamlarda jozimizga tuzib qo'ysak, intayin chiroyli jozimizni texidimi o'zining qo'shdi.